Endi birinchi navbatda bank tanlashda albatta uni tavsiyalar asosida tanlaganingiz yaxshi. Chunki biz hammamiz insonmiz. Bizga birinchi navbatda muomala. Masalan, shaxsan menga birinchi navbatda muomala. Men shu muomalaga ayrim holda pul to'lashga ham rozi bo'laman. Chunki muomalada gap ko'p. Shuning uchun ham o'sha xodimlarni sizga munosabati, xodimlarni hozir javobligi, bu asosan endi biz bila olmaymiz qaysi bankda qanaqa, shuning uchun ham tavsiyalarga qaraymiz. Ikkinchi qadamda siz albatta shartnomani o'qishingiz kerak bo'ladi. Iloji bo'lsa boshqa banklarning shartnomalari bilan taqqoslash kerak. Chunki banklar o'z xizmatlari uchun foizlar olishadi, abonent to'lovi olishadi. Va shu foizlarni nima uchun olishi, abonent to'lovi qiymati qanaqa bo'lishi, shu narsalarga e'tibor berish kerak. Va bankda to'lovlaringiz tez bo'lishi, gibki bo'lishiga e'tibor qaratish kerak. Biz o'zimiz Hamkor bankda mana 10 yildan ortiq birga ishlaymiz va bu bank xodimlari bilan juda ham yaqin bo'lib ketganmiz. Ularning nechta xodimlari bizda o'qigan o'quv markazimizda va biz ko'p savollarni telefon orqali yoki Telegram orqali ham hal qilamiz. Bu vaqt tejaydi. Bu muammoni tez hal qilishiga olib keladi.